hozir biz Ichanqal'aga kirib keldik. Ichanqal'a 4 ta darvozadan iborat. Asosiy darvozamiz ota darvoza hisoblanadi. Demak, bu qo'limdagi cho'girma, ya'ni milliy bosh kiyim Xiva xonligida asosan erkaklarimiz boshlariga milliy bosh kiyim sifatida kiyib yurishgan. Xorazmdagi safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xorazm, Xiva ahli sizlarga juda ham katta rahmat. Birodarimiz juda ham zo'r bo'ldi. Rahmat Shuhrat aka. Shu o'rinda biz ham sizga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Yuqorida aytganingizdek, Xorazm viloyati xalqi juda ham mehmondo'st xalq. Shuning uchun bizning Xorazm viloyatimizga avvalambor xush kelibsiz va ushbu bizning arzimagan milliy cho'girmamizni sizga cho'girmamizni taqdim qilamiz. Bu albatta bizni inspektor jamoamizga muzeyga saqlab qolinadi. Tarixga qoladigan. Xorazm, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.